4 xonali kvartiramiz Rudayk ko'chasidan sotuvga chiqqan 89 kvadrat bo'lyapti. 4-qavatda. Hozir qisqacha obzorni qilamiz. Bizlar mehmonxona turibmiz. Ko'rishlaringizdek, uголок qilingan mehka zona, TV zona, konditsionerlar o'rnatilgan va mana shunaqa parda qilingan gilamlar to'shalgan do'stlar. Bizlar hozir mehmonxona turibmiz. Kvadrat 89 kvadrat 4 xona qaytarib o'taman. Mana bu yerda bizlarda birinchi bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Bitta kravachcha, mana shunaqa hamma mebel jihozlari bilan kvartiramiz bo'lyapti. Mana bu yerda ikkinchi bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Juda ham ixcham qilingan do'stlar. Kvartiramizda qo'shimcha yana ikkita отдельный sanuzul bo'lyapti. Mana bu yerda bizlarda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Bu yerda esa bizlarda oshxona. Oshxonamizda ham hamma kerakli mebel jihozlar bor. Dvokonturli kosol o'rnatilgan. Radiatorlar qilingan do'stlar. Bu yerda esa bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi, prixoja mebel o'rnatilgan. Mana bu yerda birinchi sanuzul va bunisi ikkinchi sanuzul bo'lyapti. Kvartiramiz narxi 92 ming, yana savdosi bor do'stlar. Yana qo'shimcha ma'lumot pastda bo'ladi. Videoni tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.